Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, meni mustajob duolar kanalimga tashrif buyuruvchi, duolarimdan bahramand bo'luvchi azizlarim. Bugun ham men sizlar bilan suhbatlashib turganimdan bag'oyatda xursandman. Buning uchun men Allohga hamd va sanolar aytaman. Bugun men sizlarga tungi namoz haqida gapirmoqchiman. Tungi namoz haqida hadislardan o'qib bermoqchiman sizlarga. Chunki tunda qilingan duolar, tunda o'qilgan namozlarda martabasi ulug'roq bo'lganda, payg'ambarimizdan ko'p hadislarda zikr qilingan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tungi namozni judayam sahobalarga ham juda ko'plab targ'ib qilgan. Hadislarda ham shunaqa zikr qilingan. Tungi namozlarda xosiyati yaxshi, juda manfaati ko'p, juda ikki dunyo manfaati uchun juda katta xizmat qiladi. Shuning uchun men sizlarga tungi namoz haqida hadisdan o'qib bermoqchiman bugun. Qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Tungi namozdagi duo. Tungi namoz va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tungi namozdagi rakatlarining adadi. Kechaning oxirida duo zikr qilishga targ'ib. Mana. 272-hadis ekan. Abu Salama ibn Abdurrahmon Oysha onamizdan so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonda tunda qanday namoz o'qirdilar? Oysha roziyallohu anha aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonda ham, boshqa oylarda ham 11 rakatdan oshirmas edilar. Avval 4 rakat o'qirdilar. Endi uning rakatlarining go'zalligi va uzunligi haqida so'ramasang ham bo'ladi. So'ng yana 4 rakat o'qirdilar. Uning ham go'zal va uzoq ado qilinishi haqida so'rama. Ya'ni juda chiroyli va uzoq o'qir edilar. So'ng 3 rakat o'qirdilar. Oysha onamiz so'zida davom etyapti. Men yo Rasululloh, vitr o'qishdan oldin uxlaysizmi dedim. U zot, ey Oysha, albatta mening ko'zlarim uxlaydi, lekin qalbim uxlamaydi dedilar. Chunki payg'ambarimiz o'zlari uxlasa ham qalbi hech qachon uxlamaganlar. Ro'zani ham juda ko'p tutardilar. O'zlariga xosa har kuni ro'za tutib yurardilar, lekin ummatlarim shunga meni orqamdan ergashmasin deb ro'zani tutib, orada ro'zadan to'xtardilar. Keyin sahobalar ham u kishiga savollar ham berishgan. Siz nimaga shunday qilasiz deganda, men sizlarga o'rgatish uchun ro'zadan to'xtayman. Men ro'za tutsam ham Alloh meni to'ydirib turadi. Shuning uchun men gohida tutmay turamanki, ummatlarim pastayanli ro'zador bo'lib qolmasin. Shundan qo'rqaman. Shuning uchun men ro'zadan to'xtayman deyishardi. Bo'lmasam pastayanli ro'za tutishga qodir edilar. 273-hadisda shunday deganlar ekan Oysha onamiz. Oysha roziyallohu anha aytdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechasi 13 rakat o'qir edilar. Uning ichida vitr bilan bomdodning 2 rakat sunnati ham bor. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vitrni o'qimay, xuftonni vaqtida xuftonni chaqirishi bilan sal o'tkazib o'qirdilarda, darrov uxlardilar. Shunaqa deyilganda ko'p hadislarda o'qiyman. Keyin uxlab, kechasi tunda o'sha 3dan 1da turardilar tungi namoz uchun. Ana shu tungi namozda oldin tahajjud namozini o'qirdilar. Demak, uning ichida 2 rakat oxirida o'qirdilar. O'sha bomdodga yaqin kelib qolgan mahalda keyin bomdod sunnatini ham o'qib qo'yib uxlardilar ekan yana jinday. Oldin o'sha turib tunda 3dan 1da tahajjud o'qib, keyin vitr namozini o'qirganlar. Keyin o'sha bomdodga yaqinlashib qolgandan keyin bomdodning 2 rakat sunnatini ham o'qib, keyin junday yotarganlarda. 13 rakat o'qirdilar tahajjudga turib. Payg'ambarimiz deganlarini sababi shu 13 rakat sababini ichida bor shu. Vitr namoz bor 3 rakat, 2 rakat, nima borda? Bomdodning sunnat namozi bor. 5 rakat chiqadimi shunda? Keyin 4 rakatdan 2 marta tahajjud namozini o'qiganlar ekan demak.
Asvad Oysha onamizdan rivoyat qiladi. Men Oysha roziyallohu anhodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tundagi namozlari qanday edi deb so'radim. U zot kechaning avvalida uxlardilar, oxirida turib namoz o'qib, so'ng yana o'rinlariga qaytardilar. Keyin muazzin azon aytgan vaqtida sakrab turardilar-da, agar ehtiyojlari bo'lsa g'usl qilardilar, bo'lmasa tahorat olib chiqib ketardilar. O'sha namozlar o'qib, yana ozgina ko'zlarini ilintirib, xo'roz qichqirganda, shu muazzin azon aytganda, o'rnlaridan tezda turib namozga kirishar ekanlar. Masruq Oysha onamizdan rivoyat qilib aytadi. Men Oysha roziyallohu anhodan qaysi amal payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga suyukliroq edi deb so'radim. Oysha roziyallohu anhu davomlisi dedi. Men tungi namozga qachon turardilar dedim. U qichqiruvchini, xo'rozni eshitganda turardilar dedi. Mana ko'ryapsizlarmi? Men bir nimamda kontentimda qo'ydim xo'roz haqida. Xo'roz qichqirganda farishtalar yerga tushadi deganda hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xo'roz qichqirganda farishtalarni ko'rar ekanda, o'sha qichqiray turgan xo'roz farishtani ko'rib qichqirar ekan. Shu vaqtida duo qilinsa ham juda duolar ijobat bo'lib qolishi hech gap emas deyilgan. Shu qichqiruvchi, o'sha eng o'zimda e'tibor bersalar, rosa azon paytida, tahajjud mahalida xo'rozlar qichqiradi. Demak, shunda farishtalar osmon yuzidan yer yuziga tushar ekan. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Vitrni tundagi namozlaringizdan keyin oxirida o'qing." Endi imkoni borlar, yana boshqa hadislarda ham kelgan, imkoningiz bo'lmasa, bir ishi bo'ladi ko'pchilikda, ishga borish kerak vaqtli turib. Shunaqalarga vitrda o'qib uxlashlik tavsiya qilingan. Agar bemalollik bo'lsa, odamni qurbi yetsa, xuftonni o'qibla uxlab, kechasi tunda 3dan 1da shu Alloh osmon yuziga tushgan mahalda turib tahajjud o'qib, nafil namoz o'qiysizmi, tahajjud namozi o'qiysizmi, vitrda undan keyin o'qib duo qilinsa, juda duolar ijobat bo'ladi deyilgan. Kechani oxirida duo va zikr qilishga targ'ib. 277-hadis ekan. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Parvardigorimiz taboraka va taolo har kechaning oxiri 3dan 1 qolganda quyi osmonga tushib shunday deydi: Menga duo qilayotgan kishining duosini ijobat qilaman. Mendan so'rayotgan kishiga so'rayotgan narsasini beraman va mendan mag'firat tilagan kishini mag'firat qilaman. Ana, ko'rdilarmi? Shuning uchun men hammaga tavsiya qilamanki, tahajjudga turinglar. Tahajjudda juda xosiyat ko'p. Mana o'zi hadisda aytib ketilyapti-yu. Alloh osmon yuziga tushib duo qilayotgan bormi? Kim nima duo qilyapti? Hammasini beraman deydigan vaqt ekan. Azizlar, o'shaning uchun men hamma kontentlarimda aytaman, yana qayta aytamanki, tahajjudga turinglar. Kimga nima kerak? Tahajjudda turib Allohdan so'ranglar. Mana Alloh o'zi aytayapti. Rasulimiz hech qachon yolg'on gapirmaydilar. Rasulimizni gaplari ham vahiy bo'lib kelgan gaplar bo'ladi. Rasulimiz hech qachon oldi qochdi gap gapirishmaydi, hech qachon. Rasulimizni har bir gapiray turgan gapi ham vahiy bo'ladi. Allohdan kelgan gaplarni gapirishgan bo'ladi. Mana shuning uchun faqat iloji boricha ilojini qilish kerak. Muammoga tushgan odam bo'lsaki, hojati bor odam bo'lsaki, katta ehtimol bilan tahajjudda qabul bo'ladi duolar. Shuning uchun iloji boricha tahajjudga turinglar. Tungi namozdagi duo. 280-hadis ekan. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdi: Men xolam Maymuna roziyallohu anhonikida yotib qoldim. Kechasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turib, hojatlariga borib kelib, yuz qo'llarini yuvdilar, so'ng uxladilar. So'ng turib
meshining oldiga borib, uning bo'g'zidagi ipini bo'shatdilar. So'ng ikki tahorat, yengil va komil o'rtasidagi tahoratni qildilar. Ko'paytirmadilar. Bir martadan yuvdilar, lekin suv yetishi kerak bo'lgan joylarga yaxshilab yetkazdilar. Keyin namoz o'qidilar. Men ham turib, kuzatib turganimni ko'rib qolishlaridan qo'rqib, tahorat olib keldim. Namoz o'qishga turdilar. Men chap tomonlariga turdim. Shunda qulog'imdan ushlab, o'ng tomonlariga o'tkazib qo'ydilar. Namozlari 13 rakat bo'lganda tamomiga yetdi. So'ng yotib uxladilar. Hatto xurrak otdilar. Odatda uxlaganlarida xurrak otardilar. Bilol namozga azon aytgach, tahorat olmay namoz o'qidilar. U zot duolarida shunday dedilar: Allohim, qalbimga, ko'zimga, qulog'imga, o'ngu so'l, usti ostimga, oldimga nur ato qilgin, meni munavvar qilgin deb duo qildilar. Qarang, juda ham chiroyli duo ekan. Shu duoni men o'zim ham yodlab olsam bo'lar ekan. Hech qilmagan ekanman shunaqa duo. Sizlar ham mana shu duoni yodlab olinglar, shunaqangi duo qilinglar. Payg'ambarimiz qilgan duolar haqqi rost duolar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytdi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechasi tahajjud o'qiganlarida shunday deb duo qilar edilar: Allohim, barcha hamd va sano sen uchundir. Sen osmonlar va yerning nurisan. Barcha hamd va sano sen uchun. Sen osmonlar va yerni boshqarib turguchisan. Barcha hamd va sano sen uchundir. Sen osmonlar va yerning va undagi narsa-yu kimsalarning parvardigorisan. Sen haqsan. Va'dang haqdir, so'zing haqdir, sen bilan ko'rishish haq, jannat haq, do'zax haq, payg'ambarlar haq, qiyomat soati haqdir. Allohim, senga bo'ysundim va iymon keltirdim. O'zingga tavakkal qildim va senga inobat qildim. Sig'indim, seni deb kofirlar bilan husumatlashdim. O'zingni hukm qilguvchi deb bildim. Bas, avval va oxir, oshkora-yu pinhona gunohlarimni mag'firat qilgin Robbim, o'zing ilohimsan, sendan boshqa iloh yo'qdir. Amin. Birahmatiki ya arhamar rohimin. Ana payg'ambarimiz qilgan duolar. Shu duolarni sizlar ham yodlab olinglar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Juda ham chiroyli duo ekan. Shuning uchun sizlarga shu hadislarni o'qib bermoqchi bo'ldim. Qanaqa duo qilish kerak, duoyim ijobat bo'lmaydi deb xafa bo'lmaslik kerakda, intilish kerak. Ahd qilish kerak, shahd qilish kerak. Mana shunaqa ilmlardan ko'proq yangilarini o'qib, o'rganib, eshitib amal qilish kerak. Inshaalloh bo'ladi duolar, hammasi ijobat bo'ladi. Chunki Alloh haq. Allohning va'dasi haq. Mana payg'ambarimiz ham duoda shunday deyishyapti. Alloh va'da bergan, duo qilinglar, duolaringni ijobat qilaman degan. Alloh hech qachon va'dasiga xilof qilmaydi. Faqat duoda bardavom bo'lib, ahd qilib, iymon bilan duo qilsak, albatta ijobat bo'ladi. Tun bo'yi bomdodgacha uxlagan kishi haqida. Xo'p, Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Bir kuni kechasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z qizlari Fatima bilan kuyovlari Alining eshigini qoqib, tungi namozni o'qimaysizlarmi dedilar. Men: Ali aytayapti. Yo Rasululloh, jonimiz Allohning qo'lida, bizni turgizishni xohlasa turgizadi dedim. Ali shunday deyapti ekan. Shu gapni aytganimdan keyin menga javob qaytarmay qaytib ketdilar. So'ng o'girilib ketayotganlarida sonlariga urilib shunday oyatni aytayotganlarini eshitdim. Dar haqiqat, inson juda ko'p janjal, bahs qilguvchidir. Kahf surasi 54-oyatini demak payg'ambarimizga Ali kuyovlari tungi namozga uyg'otgan borishganda shu gapni gapirganlari payg'ambarimizga yoqmagan. U kuyov bilan Ali bahs qilib o'tirishga, seni Alloh buyurganki, uni u bu deb Ali bahs qilib o'tirishni xohlamaganlarda. Chunki Allohning oyatlariga bo'ysunadilar-ku payg'ambarimiz. Sart orqalariga o'rilib ketibdi-da, shunday sonlariga shapatilab urib, mana shu surani oyatini o'qib ketibdi. Qahf surasining 54-oyatida dar haqiqat inson juda ko'p janjal, bahs qilguvchidir deyilgan ekan.
Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: birovingiz uxlagan paytda shayton uning boshining orqasiga 3 ta tugun tugib qo'yadi. Har bir tugunga oldingda hali kecha uzun bas uxlayvergin deb dam urib qo'yar ekan. Agar uyg'onib Allohni zikr qilsa bir tugun yechiladi. Agar tahorat olsa yana bir tugun yechiladi. Agar namoz o'qisa yana bir 3-chi tugun ham yechiladi. Shunda g'ayratli, ko'ngli shod bo'lib tong ottiradi. Aks holda esa ko'ngli kir, yalqov bo'lib tong ottiradi. Nafl namozlarini uyda o'qish yaxshiroqligi va masjidda o'qish ham joizligi. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyingizni qabriston qilib olmay, unda nafl namozlaridan o'qib turinglar dedilar. Qaysi uyda namoz o'qilmasa, zikr qilinmasa, o'sha uy qabristonga o'xshatilganda. Abu Muso roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Parvardigorini zikr qiladigan kishi bilan zikr qilmaydigan kimsaning misoli tirik bilan o'likning misoli kabidir dedilar. Shuning uchun tillarimiz zikrdan to'xtamasin, ilohim o'lgunimizcha. Mana azizlar, bugunchaga yetadi shu. Yana keyingi dars sizlar bilan suhbat olib borganimda namozdagi mudragan kishini o'tirib olishga yoki uxlab olishga buyurish, Qur'on tilovatini tinglash uchun sukunat farishtasini tushishi, Qur'onni takror qilib turishga buyruq, shular kabi hadislarni o'qib sizlarga yetkazib eshittiraman. Qur'on hofizning fazilati, Qur'on tinglash fazilati va tinglash uchun qoridan tilovat qilishini so'rash va qiroat paytida yig'lash degan mavzularda hadislar bor baytlarda. Shulardan o'qib sizlarga bardavom yetkazib turishga harakat qilaman inshaalloh karim. Yana safar yana suhbatlashgunimizcha xayr, sog' bo'linglar.